Insondan qoladigan eng qimmat meros har doim ham moddiy boylik bo'lavermaydi. Aslida bir umr to'plangan bilim, kitob va ma'rifatga bo'lgan muhabbat avlodlar uchun bebaho xazinadir. Surxondaryolik 71 yoshli pedagog, jurnalist Norquvvat To'rayev ana shunday ezgu meros egalaridan. U yillar davomida jamlagan minglab kitoblar asosida shaxsiy kutubxona tashkil etib, uni yoshlar uchun ochiq ma'rifat markaziga aylantirdi. Men o'zimdagi barcha fazilatlar uchun kitobdan minnatdorman. Chunki men kitoblarni yig'dim, to'pladim, ularni ming talab o'qidim. Va shu natijada o'zim ustida ishlab, jurnalistika sohasining sir asrorlarini to'liq deyarli o'rganib, respublika matbuotida, viloyat matbuotida ham muxbirlik qildim. Kitobga mehr qo'ygan insonning ma'naviy olami ham boy bo'ladi. Surxondaryolik pedagog, ijodkor, jurnalist Norquvvat To'rayev ham kitobni bilim va ilhom manbai sifatida biladigan fidoyi ziyolilardan biridir va uning bugun mo'jazgina ushbu kutubxonasida 8000 dan ortiq kitoblar jam bo'lgan. Yillar davomida yig'ilgan bu boy kutubxona ortida katta mehnat, izlanish va kitobga bo'lgan cheksiz muhabbat bor. Hozircha 4 ta kitobim chiqqan. Bundan tashqari men Chorshanba Baxshi Rahmatullayevdan Yodgor degan dostonni yozib olib, uni kitob holiga keltirdim. Alpomishning bosh bobosi Shoh Shayx Mardon degan kishi bo'lgan. U haqda Chorshanba Baxshidan yana bitta kitobni yozib olgandim. Ularning hammasini o'zimning hisobimdan chiqarib odamlarga tarqatyapman. 6 nafar farzandni kamolga yetkazib, ularni o'qimishli qilgan oilada dasturxon atrofidagi suhbat ham ertangi kun rejalar haqida bo'ladi. 6 ta farzandim bor. 4 ta o'g'il, 2 ta qiz. Hammasi uyli joyli bola chaqali. Ular ham otasiga o'xshab kitob o'qishni xohlashadi, o'qiydi. Bugungi tezkor axborot asrida ham kitobni qadrlab, mutolaaga sodiq qolayotgan bunday insonlar yosh avlod uchun munosib ibrat. Zero kitob insonni kamolot sari yetaklaydigan eng ishonchli hamrohdir. Muqaddas Panjiyeva, Xolmat Imatlayev, Surxondaryodan.